Demak, present perfect simple. O'zi umuman qarang, perfect degan narsani kelishib olishimiz kerak-da. Perfect zamon nima degani? Perfect o'zi tugallangan ish harakatlari deyiladi odatda. Keyin perfect tenses sizda bular aniq bildiradi. Completed actions. Da. Deb bu completed actions men rasm bilan nima chizib ko'rsatay. Короче, mana bitta ish harakati kelyapti-da, ma'lum bir vaqtgacha tugayapti, da, va mana shu ma'lum bir vaqtda bizada natija bor. Misol uchun, men shu kungacha 25 ta badiiy kitob o'qiganman desam, menda o'qib tugatilgan 25 ta kitob bor. Mana shu sizda bitta nuqtagacha, bitta vaqtgacha kelib tugatilgan ish harakati, uni natijasi bor degan narsani gapiradi. Xo'p, endi men mavzularni, to есть perfectlarni nima deymiz? Present perfect, past perfect, future perfect deymiz. Ularga hali to'xtalmayman-ku, lekin sizda tasavvur bo'lsin. Mana shu kelib to'xtalayotgan vaqtni qachonligiga qarab biz present, past, future perfect deb olamiz. Aniq vaqt har doim bo'ladi. Misol uchun hozirgacha kelib tugadi degan narsa, agar hozirgacha kelib tugagan bo'lsa present perfect bo'ladi. Kecha soat ertalab 7 gacha qilib bo'lingan ish qaysi perfect bo'ladi shunda? Past perfect bo'ladi. Men 2 yil misol uchun kelasi oy 15-gacha ham bir ishni qilib bo'laman desam future perfect. Demak, sizda nima narsa borsa, aniq bir vaqt bor. O'shangacha ham qilib tugatilgan, o'shangacha ham nima deydi? Bajarilgan va natijasi bor. Ayni bir vaqtda natijasi bor ish harakatlarini perfect deydi. Keyin uni simple present pastga bo'lsak, o'sha imminni tugagan vaqti qachon? Hozirgacha bo'lsa present. O'tgan zamongacha bo'lsa past, future bo'lsa future perfect bo'lib ketadi. Hop, completed actions with result degan narsa bor. Keyin mana bu narsaga ham qaraysiz, experience. Ya'ni tajriba, hayot tajribasi. Men shu kungacha ham nechtadir davlatga sayohat qilganman. Umrim davomida juda ham ko'plab naqa foreignerlar bilan suhbat qilganman. Foreigner kim? Chet elliklar. Chet ellik bilan men qachon suhbat qilganimni aytayotganim yo'q. Qayerda suhbat qilayotganimni aytayotganim yo'q. Qachon sodir bo'ldi, qanday sodir bo'ldi ahamiyati yo'q. Lekin hozirgi kungacha bo'lgan, bu meni hayot tajribamga kirib ketgan degan narsa bo'ladi. Okay? Past simple dan nima farqi bor desa, past simple kecha soat 7 da shu ish qildim deysiz. Yokida men o'tgan yili mana bu joyga bordim deysiz. Yo, men o'tgan yili demayman, просто shu kungacha mana shu ishlarni qilganman. Shu joylarga borganman. Keyin men bu mana shu ikkita vaziyatda ishlatamiz-da odatda completed actions with result. Unda kirdingiz, xoningiz top-toza turibdi. Xonam tozalanib bitdi deysiz. Hozir qo'lingizda toza xona turibdi. My room has been cleaned. Because somebody has cleaned my room degan narsa kelib chiqadi. Keyin yana bitta aytadigan narsamiz perfect hammasi have plus verb 3 dan iboratda. Verb 3 da. Ya'ni buni participle va hokazo deydi-chi, unaqa ilmiy so'zlar bo'lmaydi. Kerak emas, lekin bizda bitta bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima desa, have ni biz kerakli zamonga solib olamiz. Nima degani? Present perfect bo'lsa have has, past perfect bo'lsa demak had bo'ladi. Future bo'lsa will have da. Любой perfect mi? Men have verb 3 dan foydalanishim shart, men majburman shunga. Faqat have ni kerakli shaklga solib olishim kerak bo'ladi. Okay? Kerakli zamon va kerakli shakl deymiz. Shaklni hali infinitiv va hokazolar bilan gaplashganda ko'ramiz. Atak hozircha bizga kerak bo'lgan narsa kerakli zamonga solib olishimiz kerak ekan. Xo'p, ana endi kitob bo'yicha present perfect dan qachon foydalanamiz? Boya aytganimiz, hozirgacha umrim davomida qilgan ishlarim yokida bitta ish tugatildi va hozir qo'limda rezultati turibdi. Qisqasi shu. Kitobda yana nimalar aytyapti? Situational states that started in the past and are still true. Bu hozir experience dedik-ku, butun hayoti davomida degan narsa. Shunga ko'proq to'g'ri keladi. She has had her motorbike for over 6 years. U 6 yildan beri ushbu motorbike'ga ega. Buni ko'proq qayerdan bilamiz? O'zim ham for since bilan gaplashamiz-ku. For bilan since nima edi? Uzoq bir muddat uchun siz qaysi vaqtda? Sanasi aniq bo'lsa since bo'ladi. Ya'ni bizda bitta точный
точный vaqt bor. O'shandan buyon desa, bu bizada since bo'ladi-da. Bundan keyin biz exact time beramiz, aniq vaqt beramiz. Mobaynida desak, bu bizada for bo'ladi. Bundan keyin period of time beramiz. Of time da. Period of time degani bir davr muddat deganida endi. Faqat обязательно men dan buyon va mobaynida deyman. O'zbekchada o'shin farqi yo'q. 6 yildan biri ham to'g'risi. 6 yil mobaynida ham deysiz. Da nima deydi? Qattiq yopishib oling, since dan buyon for mobaynida bo'ldi. Okay? O'zi umuman olganda aniq ma'nosini tushunib olgan yaxshi. Since dan keyin aniq точно bitta vaqt keladi. For dan keyin period of time davr keladi. Okay, series of actions continuing up to now. Hammasi mashqchi, hammasi o'zi experience ga kirib ketadi. Hozirgacha bo'lgan experience ga. We have traveled by taxi, by bus, plane and train all in the last 24 hours. Mana 24 soat ichida biz mana hammasini qilib chiqdik degani. Shu bugungacha ham qanchadir vaqt davomida bajardim bu ishlarni, qachon bajardim, qayerda bajardim farqi yo'q. Lekin mana shu kungacha ham qildim. Hozirgacha qildim degan narsa. Okay? Completed actions at a time in the past which is not mentioned. Hammasi o'zi experience ga borib taqaladi. Have you ever flown in a helicopter? Hech umringiz davomida helicopter vertolyotda uchganmisiz deyapti. Bu ham sizni life experiencesni savol beryapti-da. Completed actions where the important thing is in present result. Hozirgi present result bo'lsa, I have booked the coach ticket. Men coach ticket zakaz qildim. Meni qo'limda ikkita ticket turibdi. Men ingliz tilini o'qib bo'ldim. Sertifikatim turibdi qo'limda. Ne? I have learned I have learned English. Men ingliz tilini o'rgan bo'ldim. Endi o'rgan bo'ladigan narsa emas-ku, maylida endi qo'lingizda sertifikatingiz turibdi. Ne? Yokida men 6 oydan beri o'rganayotgandim. Perfect continuous ga o'tib ketib qoldim-da. Xo'p, endi qarang, mana shu life experience ga yana nimalar kiradi desa, anaqani ham qo'shasiz. Miqdor. Nima bu desa, ish harakatining miqdori. Ning miqdori yokida natijaning miqdori. Bu nima degani qarang. I have been to England twice. Nima degani bo'ladi? Men 2 marta Angliyada bo'lganman. Bu shu ish harakatini necha marta bajarganingiz haqida gap ketyapti. Yokida men aytsam, boyagi gapimiz I have read 25 detective books deylik. Men 25 ta detektivni kitob o'qiganman degan narsa ketyapti. Nima desa, men o'qib bo'lgan narsangiz kitob natija, uni miqdorini beryapman. Bajargan ish harakatimni ham 2 martaligini miqdorini beryapman. Bu ham life experience bo'ladi. Da keyin demak, aniq vaqti qachon bo'lgani muhim emas. Shu kungacha bajarganim bo'lishi kerak, qo'limda natijasi bo'lishi kerak va hokazo va hokazo. Xo'p, buni o'zi qachon ishlatamiz? Endi shunisiga yetib kelsak, misol uchun letter yozyapsiz, complaint letter yozyapsiz-da. Keyin aytyapti, "Sen anaqada o'tgan safar bu haqida complaint qilding, lekin foydasi bo'lmadi" dedi. Shunda nima desangiz bo'ladi? Men bu borada 5 marta complaint qildim, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Mana shu qaysi gapda perfect ishlatamiz? 5 marta. 5 marta siz complaint qilganingiz. I have complained 5 times. But no result. Lekin hech qanaqa natija yo'q degan narsada. I have complained 5 marta. I have already complained 5 times misol uchun. Davno allaqachon men 5 marta complaint qilib bo'ldim degan narsada. Yokida men bu apparatni ishlatib ko'rishga juda ko'p harakat qildim, lekin ishlamadi desam. Nima bo'ladi? I have harakat qildim. Tried. Buni ishlatishga. To use this apparat. Machine, rahmat. Machine bir necha marta. Several times. But I failed each time. Endi qarang, qiziq narsa ketyapti. Men bir necha marta ishlatishga harakat ko'rdim, lekin hech nima degani
har har safar har martada fail qildim. Endi aytaman I have failed emas, I failed each time deyman. Nega aytsa, chunki each time bu aniq vaqt bo'lib qoldi. O'tgan zamonda xuddi men 1997-yilda tug'ilganman degandek. 2000 nechinchidir yil o'qishga kirganman degandek. Aniq vaqt bo'lib qoldi. Har safar, o'tgan safarda misol uchun kecha ertalab qildingiz, erta qildingiz, kechqurun qildingiz, bugun ertalab qildingiz va har safar fail bo'ldi. Bu past simple ketyapti. Lekin men qachon qildim, nima qildim bilmayman, lekin hozirgacha bir necha marta qilib ko'rdim. I have tried bo'ladi. Hozirgacha bajarib ko'rgan narsalaringizni beryapsiz. Perfect ishlatish o'zi umuman olganda juda ham language-ga natural, tabiiy sizni tilingizni chiroyli qilib beradi. Endi exam jihatidan ham, конечно, ishlatsangiz sizga ball berishadi. No, umuman olganda prosta bunga exam emas, language deb qarasangiz, perfect juda ko'p ma'nolarni chiqarib beradi. Mana bunaqa narsa qarang. I cleaned my shoes were dirty. Nima? Oyoq kiyimim kirdi. I cleaned it. Men uni tozaladim. Now they are shining. Ya'ni ular vashi toza yaltirlayapti degan narsada. Mana shu 3 ta gapni bitta qilib I have cleaned my shoes deb qo'ysangiz bo'ladi. Buni mana shu gapning ichida u kir edi. Men tozaladim. Hozir toza degan hamma ma'noni bitta present perfect o'zincha olib kirib ketadi. Nega? Chunki present perfect bizda natijaga ishora qiladi. Tozaladim degani bu o'zi kirdi, tozalandi, endi toza degan ma'noni beradi. Keyin bu уже sizda advanced narsa hisoblanadi. Tak, mana bunaqa narsada angliski nimani yaxshi ko'radi desa, qisqaroq gap kattaroq ma'noni yaxshi ko'radi. Qancha qisqada qancha ko'p ma'no bera olsangiz, demak siz advanceddan foydalanyapsiz degan narsa bo'ladi. Ana shu present perfect ham sizda ham naturallikni, ham advanced complexity, murakkablikni beradi. Nutqingizga ham, yozganda ham va hokazoda. Okay. Phrases such as it is the first, second time degan narsalarda ham sizda har doim present perfect ishlatiladi. Ya'ni bu meni birinchi marta xitoycha ovqat yeb ko'rishim desa, it is the first time I have ever tasted Chinese food bo'ladi. Xitoycha ovqat yeyishim birinchi martasi. It is the second time I have been on a plane. Samolyotga chiqishimni ikkinchi martasi deyapti. Umrim davomida ikkinchi marta chiqyapman degan narsa. Buni ham agar ma'nosini yaxshilab qarasangiz, experience kelib chiqadi, life experience. Umrim davomida shu paytgacha ikkinchi marta chiqishim degan. Keyin American Englishda deydi, perfectga ajratib o'tirishmaydi, hamma narsaga presentni bosaveradi deyapti. Britishlar perfectni ishlatadi yaxshi. We already saw the Sphinx desa, amerikanchilar aytadi. We have already seen Sphinx degani bu britanchilar aytadi va hokazo. Endi biz akademik jihatdan perfectdan foydalanganimiz ma'qul. Bitta examga g'alati tomoni nima desa, siz noqulay bo'lsa ham chiroyli narsadan foydalanishingiz kerak degan narsa. Endi mayli, omadini bersin. Amerikanchilar deyapti, got o'rniga gotten deydi degan narsa. Get so'zini noto'g'ri fe'li got-ku. Get got gotten deb gotten qilib nima qilib ishlatadi deyapti. Amerikanchilar. Gotten qilib beradi deyapti. Elish nabrot aytayapti, I don't care. American English use gotten as the past participle of the get, except when get means have or possess. Have only ever used got. We have already gotten Dan a new backpack, blah blah blah. We have already got Dan new backpack. Ha, yo'q, xolagan narsam gapirib tashlama qarang. Qarachi bu nima deyapti? Getni 3-shakli sifatida Britaniyada gotdan foydalaniladi. To есть Amerikada gotdan foydalaniladi deyapti-da. Britaniyada o'qigan narsam tushunmadim. We have already gotten Dan a new backpack. We have already got Dan a new rucksack. Hazillashdim. To'g'ri aytdimmi? Qarachi, USda gotten deydi, UKda got deydi. Bo'ldi. Omadini bersin, o'qimay o'tib ketsam o'zi chalg'ish kamroq bo'lardi. Hop, present continuous, present perfect continuous nima endi? Continuous nima degani? Davomiy. Perfect nima degani bo'ldi? Tugallangan. Ham tugagan, ham davomiy. Ajoyib zamonda. Nima degani desa, bu sizda bir ish harakati qisman tugagan, hali davom etyapti degan.
Misol uchun men bitta kitob o'qiyapman, Harry Potter o'qiyapman. Men buni 300 betini o'qib bo'ldim desam, I have read 300 pages da o'qib bo'ldim deyman, men uni perfect deb beraman da. Lekin men Harry Potter o'qiyapman bir haftadan beri desam, I have been reading Harry Potter deyman. Hali tugamadi. Lekin betsiz gapiryapman, natija muhim bo'lmayapti hozir menda. Qanchadir o'qib bo'ldim, hali davom etadi degan narsa kelib chiqadi. Misol uchun biz ingliz tilini 3 oydan beri o'rganayotgandik. Hali o'rgan bo'lmadik, imtihonga kirmadik. Demak present perfect continuous bo'ladi. Hali yana deylik 3 oy vaqtimiz bor o'qishimizni. Ana o'sha paytda present perfect continuous ishlatiladi. U qanaqa hozir bo'ladi desa, have ga been qo'shasiz, ing ga turadi. Bilasizlar buni? Actions containing up to present va hozirgacha davom etgan, qisman tugagan, qisman davom etayotgan ish harakati. We have been driving for hours. Bir necha soatlardan beri mashina haydayotgandik degan narsa ketyapti. Can't we have a break soon? Nima? Tanaffus qilsak bo'lmaydimi deyapti. Action stopping just before the present moment. Mana shu ikki xil ma'no bor. Qarang. Present perfectda present perfect continuous ikki xil ishlatamiz. Birinchisi naqa qisman tugagan lekin hali davom etayotgan. O'sha boyiga I have been reading Harry Potter for 5 days. Men 5 kundan beri Harry Potter o'qiyapman. Bundan kelib chiqadiki, it is not finished yet. Hali tugamabdi demak. Mana shu qo'shdagi gapda etmasam ham siz tushunib olasiz present perfectdan foydalanganimda. Okay? Xo'p. Endi ikkinchi ishlatiladigan vaziyat qanaqa desa, ikkinchi ishlatiladigan vaziyati qarang. Tugallangan ishga ham ishlatiladi. Hozirgina tugagan ishga ham ishlatiladi. Faqat nima farqi bor perfectdan desa, bunda davomiylik xususiyati bor. Nima degani bu desa, misol uchun aytaylik yomg'ir yog'ib bo'ldi, yog'ib tugadi, to'xtadi, lekin o'zbekchada ham aytamiz, voy erinmay 3 soatdan beri yog'yotdi deymiz. Yog'ayotgan edi degan narsa kelib chiqadi. Chunki bizda yomg'ir yog'ishi davomiylik xususiyatiga ega va u bizda davomiylik xususiyatiga ega degani biza natijadan ko'ra anaqani ish harakatiga urg'u beramiz. Ish harakatiga urg'u beramiz, uni davomiyligiga urg'u beramiz. Davomiyligi. Ya'ni biz yomg'ir to'xtaganidan ko'ra uni 3 kundan beri tinmay yog'ayotgani muhimroq bo'ladi. Ana o'sha paytda ham biz present perfect continuousdan foydalanamiz. Endi davomiylik xususiyati desam, bu meni hissiyotim shunaqa deydi-da, mana qara davomiylik xususiyati bor unda deydi. U qachon desa, ko'proq o'zi shu ish harakatidan ko'ra, natijadan ko'ra ish harakati va uni qancha davom etgani muhimroq bo'lganda. Lekin tugab bo'lgan bo'ladi qizig'i. It's been raining for 5 days. 5 kundan beri tinmay yomg'ir yog'yotdi-da. I'm out of breath deyapti. Men anaqa nafasim tugab qoldi deyapti-da. Endi ko'p yugurganingizda nafas tugab qoladi-yu. Nafas ololmayman because I have been running to get here in time. Bu yoqqa yetib kelish uchun yugurib deyapti. Yetib kelib bo'ldi, oldingizda turibdi, qarang. Yugurish tugab bo'ldi, lekin men bu yoqqa kelish uchun yugurib o'tdim degan narsani beradi. Endi qarang, o'rtog'ingiz bilan ko'rishyapsiz, siz o'rtog'ingizni 1 soat kuttirib qo'ydingiz. Ikkalangiz bir-biringizni ko'rib turibsiz-da, nima deydi? Qattiq deydi, 1 soatdan beri kutgandim deydimi, kutayotgandim deydimi? Kutayotgandim. Nimaga aytsa, chunki siz yetib kelganingizdan ko'ra uni 1 soat kutib turgani muhimroq. Ish harakati bilan qancha davom etgani muhim bo'lyapti. Okay? Ana o'sha vaziyatda ham biz nima continuous beramiz-da. Keyin hozir I'm out of breath. Keyin bizda natija emas, yana bitta narsa bor. Bajaruvchidagi ish harakatining alomatlari deydi. Bu Azar kitobini ham tushuntirib YouTube'ga joylab qo'yganman-da. Unda detalliroq tushuntirganim bor, borib ko'rsanglar bo'ladi tag'in. Present perfect continuous, okay? Yozib o'tirmayman, chunki tayyor YouTube'da turibdi ham.
Bajaruvchidagi ish harakatining alomati nima degani? Qarang. Misol uchun uyga keldingiz, jiyanlaringiz bor sizni, hovlida loy o'ynashibdi. Hovlini hamma yog'i loy bo'lib yag'ir bo'yotibdi. Aytasiz, nima deysiz? My nieces have played mud deysiz. Loy o'ynabdi deysiz. Nimaga esa? Chunki hovlini yag'ir bo'yotgani bu natija. Lekin kelsangiz, jiyanlaringizni qo'li loy, basharasi hamma yog'i loy bo'yatibdi. Bajaruvchining ustidagi alomatmi? Mana mashqda ham they have been playing with mud bo'ladi. Loy o'ynashyotdi degan narsa kelib chiqadi. Buni farqi nima desa, o'sha qo'lingizdagi natijani ko'rsangiz, u tugallangan bo'ladi. Siz uni perfect bilan gapirasiz. Siz bajarayotgan odamning ustida shuni ish harakatining alomatlari, belgilarini ko'rsangiz, u ham perfect continuous bo'ladi. Misol uchun anaqada Cook Murphymi, Qizil Murphymi o'qigan bo'lsanglar, rasm chizib qo'ygan. Bitta qiz xonani bo'yab bo'lgan, bo'yalgan xonani rasmini qo'yganda, u bo'yab bo'ldi deb present perfectdan foydalangan. Keyingi rasmda qizi qo'lida hali anaqasi turibdi, bo'yitgan, kesti turibdi. Xona bo'yab bo'lingan lekin qizig'i. Kesti turibdi, ustida yuzlariga, qatlarigadir kraska teganda, she has been anaqa painting deydi. Ha, bo'yayotdi degan narsani chiqarib beradi. Bu endi kichkina detalli nima nyuanslari. Buni tupa yotilagandan ko'ra siz bu yog'iga qayerda perfect ko'rsangiz va nimaga ishlatyapti deb e'tibor berib ketsangiz, ana o'shanda intuitsiya yaxshiroq rivojlanadi. Okay? Masalan, men o'zim grammatikani to'liq o'rganib chiqqunimcha, ingliz tilini yillar davomida o'qib yurgan odam bo'lganman-da. Mana shu grammatikani hammasini ishlatardim. Nega ishlatayotganimni grammatika qoidasini ko'rgandan keyin tushunganman. Bilmasam ham ishlatib yuraverganman. Bu nimadan desa, ko'p exposure bo'lsa, tilni ichida ko'p yursangiz, bilmagan holatda ishlatib qo'yasiz hamma narsani. Endi siz zo'r tomoni, men misol uchun sizda mendan ko'ra privilege bor deb o'ylayman. Nima ustunlik. Nega? Chunki siz endi har safar perfect ko'rganingizda negaligini tushunasiz. Siz ko'rib yurib, ha, va endi tushundim nimaga ishlatayotganimni degan narsa bo'lmaydi. Bilib, o'rinli ishlatsangiz bo'ladi. Faqat sharti ko'p, misol uchun kino ko'rib narsalar o'qiganingizda bor-ku. Miyangizda bunday lampochka yonib ketsa, ha, mana bunga ishlatyapti, bunga ishlatyapti, bunga ishlatyapti. Navoda tushunmasangiz, ustoz mana shu joyda mana bunaqa grammatik ishlatibdi. Nega ishlatdi deb o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Okay? Keyin actually aytadigan narsam, zapsdan keyin aytaman. Bo'pti. Tak, demak, present perfect continuous deyapti. All day, all week, yil bilan, yili bo'yi, hafta bo'yi, kuni bilan deganda ham biz perfect continuousdan foydalanamiz. Bu ham o'zi borib unga taqalyapti. Bizga ish harakatidan ko'ra, to есть natijadan ko'ra qancha davom etgani. Ish harakati muhim. Shu. Not normally used with words ever and never. Hech qachon, umrim shu kungacha degan narsalarda continuous ishlatmaysiz. Have you ever flown in a helicopter before? Hech helikopterda uchganmisiz deyapti. Uchayotganmi deysiz. Iloji yo'q-da. Demak, perfect simple bilan perfect continuous orasida juda kam farq bor. Lekin даже bir xilda sezmay ham qolamiz farqini deyapti. I have worked at the airport for 4 years. I've been working at the airport for 4 years. Qiz tomoni Murphyda ham shunaqada. Rasa tushuntirganda oxirida o'zicha katta farqi yo'q deb qo'ygan. Deb anaqada ham present continuous qoidasi bor. Unda ham shunaqa berganda, o'z farqi yo'q. Mayli deb qo'yganda, obdon tushuntiribdi. Lekin men nima deyman, natural sound qilish bor-ku, tabiiy chiqadi. O'sha men o'ylayman grammatikada shu continuouslarni, perfect continuouslarni, to be going to bilan present continuous kelajakka ishlatilish haqida yengil gaplashib ketdik esingizda bo'lsa. Sizlar bilanmi? Hazillashdim boshqa gruppa bilanda. Qarshi, o'shalarni ham tushuntirganda oxirida farqi yo'q deb yozib qo'ygan. Lekin siz uni farqlab ishlata olsangiz, mana bu siz juda next level language yaxshi his qilyapsiz degan narsa kelib chiqadi-da. Bitta zo'r tomoni men aytaman nima? Kara jadval narsa emas-da, til, sal his qiladigan narsa. O'shanisi bor, u ko'proq exposure bilan kelib chiqadi. Ko'p shu tilning ichida yurursangiz chiqadi. Yururish degani nima degani? Kino ko'rasiz, ko'rsatuv